Ye, men Hamin, men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. bu axir meni kiyimim-ku. Opa, nima balo gadoy bilan uchrashyapsizmi? Nima balo kiyimi ham yo'qmi? Meni Yo'q, aslida pullarim. u. Ay gadoy, nega opam bilan yuribsan sen? Undan ko'ra borib pul topsang o'lasan. Prezident og'zingga qarab gapir, ahmoq. Prezident? Qanday prezident? Meni kechiring. O'zimni tanishtira olmadim. Men GoFood rahbari va Harini sevgan yigiti Kantemu-man. GoFoodning rahbari? Kantemu? Qo'pol gapirgan bo'lsam kechiring. Hammasi yaxshi, uzr so'rab o'tirman. Lekin shuncha qizning ichida nega men opamni tanladingiz? Nima, opam sizni shantaj qilyaptilarmi? Shantaj qilyapganlari aniq. Hamin. Agar u bilan qolishning imkoni bo'lsa, har qanday shantajga roziman. Yo xudo, o'ylagan gapini aytadigan pochcham bor ekan.